er xotin o'rtasidagi munosabatda tegi bilan agar bartaraf qilmoqchi bo'lsangiz, farqi yo'q. U xoh ayol bo'ladimi, xoh erkak bo'ladimi, munosabatda hozirgi kunda nima ularga yoqmayapti? Misol uchun bitta munosabatda olaylik. Mana turmush o'rtog'ini unga mehr bermayotgani, turmush o'rtog'ini e'tiborsizligi va turmush o'rtog'ini yoki kamsitayotgani yoki turmush o'rtog'idan keraklilik hissini olayotganida yoki turmush o'rtog'i unga moddiy ta'minlamayotgani, bu ham bitta muammo deylik. Buni har qancha gaplashsang ham menga mehr ber aytishadi-ku, mana oddiy. Chunki maslahat psixologiyasi hozir juda ham rivojlanib ketgan. Boringda turmush o'rtog'ingizdan primoy so'rang. Boringda menga olib bering deng. Deyish oson, lekin inson borib o'sha narsani gapira olmasligi yoki borib men sizdan mehr xohlayapman. Siz meni agar kelib quchoqlaydigan bo'lsangiz, siz menga pul beradigan bo'lsangiz, er pul berib uni quchoqlamaydi-ku, to'g'rimi? Mana gaplashib oldi ham deylik. Munosabatda barham topadimi shu narsa? Yo'q. Nimaga seni ering, turmush o'rtog'ing senga pul bermayapti? Nimaga u seni uryapti? Nimaga u kamsityapti? Undan chuqurroq masalalar bor. Agar ayol kishi shu og'riqlarni oldin turmush o'rtog'idan oldin qayerda his qilgani o'sha hissiyotlarga borib turib, o'sha hissiyotlarni o'zgartirmaguncha munosabatda hech narsa o'zgarmaydi. Hayotingizdan bemalol sitib chiqarishingiz mumkin turmush o'rtog'ingizni, lekin u turmush o'rtog'ini og'rig'ini beradigan, umuman turmushga chiqmaganingizda ham sizda rahbaringiz bo'ladi. Xuddi shunaqa abuzer, xuddi sizni shunaqa kamsitadigan yoki hayotingizda kimdir ayol o'rtog'ingiz ham bo'lishi mumkin. O'sha hissi, o'sha munosabatlarni beradigan, sizni tushunmaydigan, sizni eshitmaydigan, pulda problema qiladigan sherigingiz ham bo'lishi mumkin. Munosabat faqat turmush o'rtoqda emas, munosabat atrof bilan, dunyo bilan. U munosabatni biz yoshligimizda, tarbiyamizda bevosita ishtirok etgan insonlardan olganmiz.